Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz juda ham muhim, sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday yoshdagi qarindoshlaringiz bo'lsa, ushbu videoni bir daqiqa ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan tinglashingiz shart. Bu shunchaki bir yangilik emas. Bu sizning shaxsiy pensiyangiz, nafaqangiz va farovonligingizga oid o'zgarishlar haqida. Ko'pchilik bu haqida bilmaydi yoki noto'g'ri tushunadi. Natijada o'zlariga tegishli bo'lgan pul mablag'laridan, davlat tomonidan bergan imkoniyatlardan bexabar qolib foydalana olmayaptilar. Bugungi ma'lumotlar hayotingizda sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan jiddiy ahamiyatga ega. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki ushbu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borsin va hech kim o'z haqqidan mahrum bo'lmasin. Avvallari pensiya hisoblash tizimi nisbatan sodda, ammo ba'zan adolatsizdek tuyulardi. Odamlarning butun umr qilgan mehnati, ayniqsa ayrim kategoriyadagi fuqarolarning mehnat faoliyati yoki ijtimoiy xizmatlari yetarlicha baholanmasdi. Masalan, bolani tarbiyalash davri, nogiron qarindoshga g'amxo'rlik qilish, hatto ayrim maxsus sohalardagi xizmatlar pensiya miqdorini hisoblashda yetarli darajada inobatga olinmasdi. Ko'plab insonlar o'zlarining uzoq yillik mehnati evaziga munosib pensiya olishga haqli bo'lsalarda, amaldagi qonunlar va hisoblash metodologiyasi tufayli ularning pensiyalari past bo'lib qolaverardi. Bu esa aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari orasida norozilikni keltirib chiqarar, davlatning fuqarolarga bo'lgan g'amxo'rligiga ishonchsizlikni oshirardi. Jumladan, xotin-qizlarimizning ko'p farzand tarbiyalashdek muqaddas mehnati faqatgina qisman cheklangan muddatlarda mehnat stajiga qo'shilar. Bu esa ularning umrboqiy fidokorligini to'liq aks ettirmas edi. Xuddi shunday. Nogironligi bo'lgan shaxslarga uzoq yillar davomida g'amxo'rlik qilgan oila a'zolari ham bu davr uchun hech qanday staj yoki qo'shimcha imtiyozga ega bo'lmasdi. Bu holat ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yanada murakkablashtirardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan bir qator yangi farmonlar va qarorlar, xususan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hujjatlar pensiya hisoblash metodikasiga jiddiy o'zgarishlar kiritdi. Bu o'zgarishlar aynan 60 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun kutilmagan, ammo juda muhim imkoniyatlar yaratadi. Endilikda sizning pensiya miqdoringizni qayta ko'rib chiqish va hatto uni sezilarli darajada oshirish uchun yangi asoslar paydo bo'ldi. Bu faqat pensiya miqdorini oshirish, balki fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash, ularning ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash va keksa avlodga bo'lgan hurmatni amalda namoyish etishga qaratilgan keng qamrovli islohotlardir. Asosiy muammo shundaki, ko'pchilik bu yangi qoidalardan bexabar, ularning pensiyasi avvalgidek qolaveradi deb o'ylaydi. Lekin bu mutlaqo noto'g'ri yondashuv. Sizning moliyaviy farovonligingizni oshirish imkoniyatini qo'ldan boy bermasligingiz uchun bugun biz aynan shu yangi mexanizmlarni, ulardan qanday foydalanishni, kimlar uchun bu o'zgarishlar ayniqsa muhim ekanligini, qanday hujjatlar talab etilishini va qayerga murojaat qilish kerakligini batafsil tushuntiramiz. Endi esa kimlar bu o'zgarishlardan ayniqsa foyda ko'rishi mumkinligi va kimlar xavotirlanishi kerak emasligi haqida batafsil to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar pensiyaning qayta hisoblanishi yoki qo'shimcha to'lovlar olish imkoniyatini ochib beruvchi bir nechta asosiy kategoriyalarni o'z ichiga oladi. Birinchi kategoriya ko'p farzandli onalar. Agar siz ko'p farzandni tarbiyalagan ona bo'lsangiz, ayniqsa 5 va undan ortiq farzandni voyaga yetkazgan bo'lsangiz, siz uchun pensiya hisoblashdagi yangi qoidalar juda katta ahamiyatga ega. Avvalgi tizimda bolani parvarishlash davri mehnat stajiga ma'lum bir cheklovlar bilan qo'shilardi. Masalan, har bir farzand uchun 3 yilgacha bo'lgan davr hisobga olinar. Umumiy stajga qo'shiladigan maksimal muddat esa 9 yilni tashkil etardi. Bu holat, masalan, 7 yoki 8 farzandni katta qilgan onalarning haqiqiy mehnatini yetarlicha aks ettirmasdi. Ular uyda bolalarni tarbiyalash, ularning ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanish, oilaning farovonligini ta'minlash yo'lida behisob kuch va vaqt sarflagan bo'lsalarda, bu davr to'liq ravishda pensiya stajiga qo'shilmasdi. Natijada ular o'z mehnati evaziga pastroq pensiya olishga majbur bo'lishadi. Yangi qonunchilikka ko'ra esa bu holat tubdan o'zgartirildi.
endilikda ko'p farzandli onalar uchun bolani parvarishlash davri mehnat stajiga ancha kengroq tarzda qo'shiladi. Misol uchun, endi har bir farzand uchun 6 yilgacha bo'lgan davr stajiga qo'shilishi mumkin. Umumiy cheklov esa butunlay olib tashlangan yoki sezilarli darajada oshirilgan. Bu o'zgarishlar nafaqat adolatni tiklash, balki davlatning onalarga va oilani mustahkamlashga bo'lgan e'tiborining yorqin dalilidir. Keling, aniq bir misol keltiraylik. Oysha xola 12 yoshda 15 yoshidan boshlab turli ishlarda ishlagan va 5 farzandni tarbiyalagan. Uning rasmiy mehnat staji 20 yilni tashkil etgan. Avvalgi qonunchilikka ko'ra Oysha xolaning 5 farzand uchun stajga maksimal 9 yil qo'shilardi. Ya'ni uning pensiyasi 29 yil staj asosida hisoblangan. Yangi qonunga ko'ra esa endi har bir farzand uchun 6 yildan hisoblansa, umumiy 5 ta farzand uchun 3 yil stajga qo'shilishi mumkin. Bu degani Oysha xolaning umumiy staji 3 yilni tashkil etadi. Albatta, pensiya hisoblashda belgilangan maksimal staj chegaralari mavjud, lekin ushbu o'zgarish uning pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Taxminan bunday holatda uning pensiyasi oldingisidan 34%ga, ba'zan undan ham ko'proq oshishi mumkin. Bu Oysha xolaning har oy qo'shimcha 500 ming so'm yoki undan ham ko'proq mablag' olishiga olib keladi. Bu esa uning kundalik turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu kabi o'zgarishlar faqatgina sonlarning o'zgarishi emas, balki ko'p farzandli onalarning jamiyatdagi mavqeini oshirish, ularning fidokorona mehnatini qadrlash va ularga munosib sharoit yaratish yo'lidagi muhim qadamdir. Ikkinchi kategoriya: nogiron qarindoshga g'amxo'rlik qilgan shaxslar. Agar siz I guruh nogironiga, ya'ni birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsga yoki nogiron bolaga 16 yoshgacha kamida teksi yil davomida g'amxo'rlik qilgan bo'lsangiz, bu davr endilikda sizning mehnat stajingizga to'liq qo'shiladi. Avvallari bu davrlar stajga hisoblanmasdi yoki juda cheklangan tarzda hisobga olinardi. Bu esa o'z oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish uchun o'zining mehnat faoliyatini vaqtincha to'xtatgan shaxslarning keyinchalik pensiya olishda qiyinchiliklarga duch kelishiga sabab bo'lardi. Ular o'zlarining shaxsiy manfaatlarini oila manfaatlaridan ustun qo'yib, jismonan va ruhan og'ir bo'lgan g'amxo'rlik vazifasini bajarishardi. Biroq bu fidokorlik pensiya ta'minotida e'tiborsiz qolardi. Yangi qonunchilik esa bu adolatsizlikka chek qo'ydi. Endilikda bunday davrlar mehnat stajiga to'liq hisoblanadi. Bu esa g'amxo'rlik qilgan shaxslarning pensiya olish huquqini ta'minlaydi yoki mavjud pensiya miqdorini oshirishga yordam beradi. Misol, Amir aka 65 yoshda 2 yil davomida o'zining ilk guruh nogironi bo'lgan onasiga g'amxo'rlik qilgan. Uning rasmiy mehnat staji atiga 12 yilni tashkil etgan. Avvalgi qonunchilikka ko'ra Amir akaning pensiyasi faqat 12 yil staj asosida hisoblangan. G'amxo'rlik davri inobatga olinmagan. Natijada u past pensiya olib kelgan. Yangi qonun kuchga kirgandan so'ng Amir akaning g'amxo'rlik qilgan 12 yillik davri uning stajiga qo'shilishi mumkin. Ya'ni uning umumiy staji umumdagi 12 yilni tashkil etadi. Bu uning pensiyasiga qo'shimcha ravishda kamida 230 ming so'm mablag' qo'shilishiga olib keladi. Bu mablag' Amir akaga dori darmon sotib olish, o'zining shaxsiy ehtiyojlarini qondirish va hayot sifatini yaxshilashda juda katta yordam beradi. Bunday holatlar, ya'ni nogironlarga g'amxo'rlik qilgan shaxslar uchun pensiya stajiga qo'shimchalar kiritilishi davlatning ijtimoiy himoya siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Bu g'amxo'rlik qiluvchi shaxslarning og'ir mehnatini e'tirof etish va ularni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim chora hisoblanadi. Uchinchi kategoriya: maxsus sharoitlarda ishlagan shaxslar. Agarda siz chekka hududlarda, qishloq joylarda tibbiyot xodimi, o'qituvchi, madaniyat xodimi sifatida ishlagan bo'lsangiz yoki shahar turidagi posyolkalarda ma'lum bir muddat ishlagan bo'lsangiz, sizning pensiyangizni qayta hisoblashda maxsus koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Bu koeffitsiyentlar pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqi miqdorini oshirib ko'rsatishi mumkin. Bu esa yakuniy pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu o'zgarishning sababi chekka hududlarda va qishloq joylarda ishlashning o'ziga xos qiyinchiliklari va mashaqqatlarni hisobga olish, shuningdek bunday mutaxassislarni ushbu hududlarda faoliyat yuritishga rag'batlantirishdir. Avvallari bunday sharoitlarda ishlaganlarning maoshlari ko'pincha shaharlardagi mutaxassislarning maoshlaridan pastroq bo'lgan.
Natijada pensiya hisoblashda ushbu past maoshlar asos bo'lib, pensiyalar ham past chiqib kelardi. Yangi tizim esa bu nomutanosiblikni bartaraf etishga qaratilgan. Misol uchun, Zulfiya opa 63 yoshda 25 yil davomida olis qishloqda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Uning o'rtacha ish haqi shahardagi hamkasblarinikidan ancha past bo'lgan. Shu sababli uning pensiyasi nisbatan kamroq edi. Yangi qoidalar bo'yicha uning qishloqdagi ish staji uchun masalan ilk 2 koeffitsient qo'llanilishi mumkin. Ya'ni uning ishlagan har bir yili ilk 2 yil deb hisoblanmaydi. Balki pensiya hisoblash uchun olingan o'rtacha ish haqi ilk 2 barobarga oshirilgan holda ko'rib chiqiladi. Agar Zulfiya opaning hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi ilk BB million so'm bo'lsa, yangi qoidaga ko'ra ilk BB million, bu ko'rsatkich ilk BB million, ilk bir taqa million so'm sifatida hisobga olinadi. Bu esa uning pensiya 2000 so'mga oshirish imkonini beradi. Bu kabi qo'shimchalar ayniqsa chekka hududlarda aholiga xizmat ko'rsatish yo'lida qimmatli hissa qo'shganlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. 4-kategoriya ish haqi haqidagi ma'lumotlar bilan bog'liq o'zgarishlar. Pensiya miqdorini hisoblashda oxirgi 10 yillikdagi eng yuqori ish haqi asos qilib olinishi haqidagi qoidalar ham qayta ko'rib chiqilgan. Ilgari ko'pchilikning ish haqi tarixidagi ba'zi davrlar uchun ma'lumotlar yo'qolgan bo'lardi yoki maoshlari pastroq ko'rsatilgan bo'lardi. Endi agar sizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar mavjud bo'lsa-yu, ish haqi haqidagi ma'lumotlar saqlanmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizning o'xshash lavozimda ishlagan xodimlarning o'rtacha ish haqini hisobga olishi mumkin. Bu ayniqsa arxivda ma'lumotlari yo'qolgan korxonalarda ishlagan fuqarolar uchun juda muhimdir. Masalan, Xolida aya 38 yoshda 1990-yillarning boshlarida yopilib ketgan bir tikuv fabrikasida 15 yil ishlagan. Uning mehnat daftarchasida yozuvlar bor, lekin ish haqi haqidagi ma'lumotlar saqlanib qolmagan. Avvalgi qoidalar bo'yicha bunday holatda uning pensiyasi minimal ish haqi asosida hisoblanishi mumkin edi. Bu esa juda kam pensiya degani. Yangi qoidalar esa unga o'sha davrdagi tikuvchilik sohasidagi o'rtacha ish haqi asosida pensiya hisoblash imkonini beradi. Bu esa Xolida ayaning pensiyasini sezilarli darajada oshiradi. Bu o'zgarish arxiv hujjatlarining to'liq emasligi tufayli adolatsizlikka uchragan minglab fuqarolar uchun haqiqiy najotdir. Kimlar xavotirlanishi kerak emas. Agar sizning pensiyangiz allaqachon maksimal miqdorga yaqin bo'lsa yoki sizning mehnat stajingiz va ish haqi ma'lumotlaringiz to'liq bo'lib, pensiyangizni qayta hisoblash uchun yuqorida sanab o'tilgan yangi asoslar sizga tegishli bo'lmasa, demak sizga xavotirlanishga hojat yo'q. Shuningdek, agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha yangi qoidalar sizning pensiyangizni hisoblashda allaqachon inobatga olingan bo'lsa, siz uchun ham qo'shimcha harakatlar talab etilmaydi. Ammo shuni unutmang, eng yaxshisi har bir shaxsiy holatni pensiya jamg'armasida tekshirtirishdir. Chunki qonun hujjatlaridagi o'zgarishlar shunchalik ko'p va murakkabki, ba'zida kishi o'ziga tegishli bo'lgan imtiyozlarni bilmay qolishi mumkin. Shuning uchun har bir keksa avlod vakili pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zining pensiya hisoblashdagi barcha jihatlarni aniqlashtirishi juda muhimdir. Endi esa ushbu yangi qoidalarni qo'llashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida batafsil gaplashamiz. Qonun har doim ham oddiy va bir xil tarzda ishlamaydi. Ba'zida kutilmagan holatlar yoki hujjatlar qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Birinchi istisno va tuzoq: hujjatlarning yo'qligi yoki to'liqsizligi. Yuqorida sanab o'tilgan barcha imtiyozlar faqat tegishli hujjatlar bilan tasdiqlangandagina kuchga kiradi. Misol uchun, ko'p farzandli onalar uchun bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari ularning parvarishi bilan bog'liq ma'lumotlar talab qilinadi. Ba'zida onalar farzandlarining eskirgan yoki yo'qolgan tug'ilganlik guvohnomalarini topishga qiynaladilar. Yoki agar siz nogiron qarindoshga g'amxo'rlik qilgan bo'lsangiz, nafaqat nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa, balki sizning aynan o'sha shaxsga g'amxo'rlik qilganingizni tasdiqlovchi, masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan berilgan ma'lumotnoma yoki boshqa rasmiy hujjatlar talab qilinadi. Agar bu hujjatlar mavjud bo'lmasa, pensiya jamg'armasi sizning arizangizni rad etishga haqli bo'ladi. Bu holda hujjatlarni tiklash, duplikatlarni olish yoki arxivdan ma'lumotnoma talab qilish uchun qo'shimcha vaqt va harakat talab etiladi. Bu jarayon o'z-o'zidan murakkab va uzoq davom etishi mumkin. Ikkinchi noaniq jihat: muddat cheklovlari va eskirish muddati.
Garchi pensiyani qayta hisoblash uchun aniq muddat cheklovlari bo'lmasa-da, ba'zi hujjatlarni tiklash yoki ma'lumotnomalarni olish jarayonida vaqt omili muhim rol o'ynashi mumkin. Masalan, yopilib ketgan korxonalar arxivlari topilishi qiyin bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi ma'lumotnomalarni berish uchun mahalla fuqarolar yig'inida eski qaydlar mavjud bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu masalani qanchalik tez hal qilsangiz, shuncha yaxshi bo'ladi. Ba'zi imtiyozlar, masalan, bolani parvarishlash davrini stajga qo'shishda bolaning yoshi yoki parvarish davrining chegarasi kabi aniq belgilangan me'yorlar bo'lishi mumkin. Sizning holatingiz ushbu me'yorlarga mos kelishiga ishonch hosil qilishingiz zarur. 3-tuzoq, noto'g'ri maslahatlar va firibgarlik. Afsuski, bunday muhim o'zgarishlar firibgarlar uchun ham imkoniyat yaratishi mumkin. Ba'zi shaxslar o'zlarini pensiya bo'yicha mutaxassis yoki yurist deb tanishtirib, sizning pensiyangizni oshirib berish evaziga pul talab qilishlari mumkin. Ular ko'pincha sizdan hujjatlaringizni yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni talab qilishadi. Shuni qat'iy yodda tuting. Pensiya masalalari bo'yicha barcha murojaatlar faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy bo'limlari orqali amalga oshirilishi kerak. Hech qanday shaxsga yoki tashkilotga o'zingizning pasportingiz, pensiya guvohnomangiz yoki bank kartangiz ma'lumotlarini bermang. Pensiya xizmatlari bepul taqdim etiladi va sizdan xizmat haqqi talab qilish mutlaqo noqonuniydir. Agar shunday holatga duch kelsangiz, darhol huquq-tartibot idoralariga murojaat qiling. 4-noaniq jihat: pensiya turlari orasidagi farqlar. Yuqorida aytib o'tilgan o'zgarishlar asosan yoshga doir pensiyaga tegishli. Ammo boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi kabi boshqa pensiya turlari uchun ham o'ziga xos qoidalar va o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa turdagi pensiya olsangiz, o'z holatingizni pensiya jamg'armasida alohida aniqlashtirishingiz kerak. Har bir pensiya turi uchun o'ziga xos hisoblash metodikasi va imtiyozlar mavjud bo'lib, umumiy qoidalar barchasiga birdek mos kelavermasligi mumkin. 5-muhim nuance: stajni tasdiqlashda ko'mak. Agar sizning mehnat daftarchangizda ayrim yozuvlar mavjud bo'lmasa yoki korxona tugatilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizga stajingizni tasdiqlashda yordam berishi kerak. Ular sizga qanday hujjatlarni to'plash kerakligi, qaysi arxivlarga murojaat qilish kerakligi haqida maslahat berishadi. Ba'zi hollarda sud orqali ham stajni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa jarayonni yanada murakkablashtiradi. Shuning uchun birinchi navbatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ular bilan maslahatlash va ularning tavsiyalariga amal qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ular sizga kerakli blankalarni berishadi, to'ldirishga yordam berishadi va qaysi hujjatlar aynan sizning holatingiz uchun zarurligini tushuntirishadi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar bajarishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan eslab qo'ling va ularga amal qiling. Birinchi qadam: pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qiling. Bu eng birinchi va eng muhim qadamdir. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. Borishdan oldin telefon orqali oldindan yozilish imkoniyatini aniqlang. Bu sizga vaqt tejashga yordam beradi. U yerda mutaxassisga ushbu videoda eshitgan ma'lumotlaringizni tushuntirib, pensiyangizni qayta hisoblash bo'yicha maslahat so'rang. Ulardan pensiya hisoblashning yangi qoidalari aynan sizning holatingizga qanday taalluqli ekanligini batafsil tushuntirishlarini so'rang. Faqatgina rasmiy pensiya jamg'armasi xodimlari sizga to'g'ri va ishonchli ma'lumot bera oladilar. Ikkinchi qadam: barcha kerakli hujjatlarni to'plang. Murojaat qilishdan oldin yoki murojaat qilganingizdan so'ng sizdan talab qilinishi mumkin bo'lgan barcha hujjatlarni imkon qadar to'liq yig'ishga harakat qiling. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun bunga oldindan tayyor bo'ling. Asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagicha: pasportingiz asli va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Pensiya guvohnomangiz asli va nusxasi. Mehnat daftarchangiz asli va nusxasi. Agar mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, uning duplikatini olish yoki stajni arxiv hujjatlari orqali tasdiqlash yo'llarini o'rganing. Diplom va ta'lim haqidagi boshqa hujjatlaringiz asli va nusxasi. Ba'zi hollarda o'qish davri ham stajga qo'shilishi mumkin. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, asli va nusxasi. Bu ayniqsa familiyasi o'zgargan ayollar uchun muhim. Agar siz ko'p farzandli ona bo'lsangiz,
barcha farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, asli va nusxalari. Agar ba'zi guvohnomalar yo'qolgan bo'lsa, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish FSHDY bo'limiga murojaat qilib duplikatlarini oling. Agar siz nogiron qarindoshga g'amxo'rlik qilgan bo'lsangiz. Nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa, asli va nusxasi. Shuningdek, mahalliy hokimiyatdan yoki mahalla fuqarolar yig'inidan sizning aynan o'sha shaxsga qaysi davrda g'amxo'rlik qilganingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Agar siz chekka hududlarda ishlagan bo'lsangiz, ish joyingizdan tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, ish haqi haqidagi arxiv ma'lumotlari. Mavjud bo'lsa, bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma. 3-qadam, ariza to'ldiring. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga pensiyani qayta hisoblash uchun standart ariza shaklini beradi. Arizani diqqat bilan barcha talab qilingan ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatgan holda to'ldiring. Agar biror narsa tushunarli bo'lmasa, mutaxassisdan yordam so'rashdan tortinmang. Ariza bo'shliqlarini noto'g'ri to'ldirish arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Arizada aynan qaysi yangi qoida yoki imtiyoz asosida pensiyangizni qayta hisoblashni so'rayotganingizni aniq ko'rsatishga harakat qiling. Bu jarayonni tezlashtiradi. 4-qadam, hujjatlarni topshirish va nusxalarini saqlash. Arizani barcha tegishli hujjatlar bilan birga topshiring. Hujjatlarning qabul qilinganligi to'g'risida sizga rasmiy tasdiqnoma berilishini talab qiling. Bu tasdiqnomada arizangizning ro'yxatga olingan sanasi va raqami ko'rsatilgan bo'lishi shart. Barcha topshirilgan hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklar yoki nizolar paytida sizga dalil bo'lib xizmat qiladi. 5-qadam, jarayonni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasi sizning arizangizni ko'rib chiqishi va qaror qabul qilishi uchun qonun bo'yicha ma'lum bir muddat belgilanadi. Odatda 10 kun. Bu muddat ichida sizning arizangiz bo'yicha qanday o'zgarishlar borligini muntazam ravishda so'rab turishingiz mumkin. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa-yu, sizga javob kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga qayta murojaat qiling. 6-qadam, rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar sizning arizangiz rad etilsa, rad etishning aniq sabablarini yozma ravishda berishlarini talab qiling. Bu sabablarni diqqat bilan o'rganing. Agar siz rad javobini asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi bo'limiga, Adliya vazirligi tizimidagi organlarga, fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha xalq qabulxonalariga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Ushbu huquqlaringizdan foydalanishdan qo'rqmang. Siz o'zingizning haqqingiz uchun kurashishga haqlisiz. Bunday holatlarda yuridik maslahat olish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Unutmang, bu sizning haqqingiz, sizning pensiyangiz. Davlat tomonidan berilgan imkoniyatlardan foydalanish har bir fuqaroning o'z qo'lida. Bu yangi o'zgarishlar millionlab insonlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan. Siz bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak. Bu video sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, albatta javob berishga harakat qilamiz. Sizning har bir savolingiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Chunki bu ma'lumot ularning ham hayotini yaxshilashi, ularning farovonligini oshirishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni esdan chiqarmang. O'zingizni asrang va moliyaviy farovonligingizga e'tiborli bo'ling. Ko'rishguncha.